Minecraftda to'siqli olamda topshiriqlarni bajarishni yakunlaymiz. Bugun biz ferma quramiz. Bozorni maksimalni ishlatamiz. Vizerni ham savalab kelamiz. Shunday ekan, siz mening bu mehnatimni qadrlasangiz videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. 1000 tagacha hech narsa qolmagan-ku, obuna bo'ling. Hammaga salom, sizlar bilan Xerox. Hozir men birinchi navbatda temir fermasini qurmoqchiman. Bu fermani qurish uchun birinchi navbatda bizga 20 ta qishloq kerak. Shu sababli tomorqaga kiramiz, qishloqlarni qamash uchun joy quramiz. Yotoqlarni qo'yamiz va juda katta qiyinchiliklar bilan ularni qamaymiz. Ularga sabzi beramiz. Endi esa million yil kutamiz. A few moments later. Va nihoyat, endi ferma qurilishini boshlasak ham bo'ladi. Men bu yerda ferma uchun joy ochib oldim. Oldiniga 5 ga 5 joyni qazib olamiz. Chuqurligi esa 10 blok bo'lishi kerak. Keyin eng pastiga bir qator blok qo'yib chiqamiz. Qo'ygan bloklarimiz ustiga yotoqlarni qo'yamiz. So'ngra yotoqlarni pastdagi bloklarni buzib, ularning o'rniga ham yotoqlarni qo'yamiz. Eng pastida xuddi shu ko'rsatilgandek 20 ta yotoq joylashtirilgan bo'lishi kerak. Keyin xuddi shu tarzda bu yerni yopamiz. Tepasini ham umuman joy qoldirmasdan yopamiz. So'ngra shu joylarni qazib, o'rniga kamonchi stolni qo'yib chiqamiz. Sizda savol bo'lishi mumkin, nega aynan kamonchi stoli deb? Umuman olganda har qanday ish stoli to'g'ri keladi. Lekin men kelajakda qishloqlarga ko'pgina tayoqchalar sotmoqchiman. Shu sababli kamonchi stoli qo'ydim. Xo'sh, endi eng qiyini qoldi. Mana bu qishloqlarni boyagi chuqurga olib borish. Siz bunga qarang, firmamiz bitmasidanoq allaqachon ishlashni boshladi. Qayiq yordamida men qishloqlarni olib keldim. Endi bu yerni tepasini yopib chiqamiz. Keyin bir burchagidan shunday joyni qazib olamiz. Bir burchakka suv quyamiz. So'ngra 2 blok tepaga lavani joylashtiramiz. Oxirida esa sandiqlarni joylashtiramiz va albatta voronkani sandiqqa ulab qo'yishimiz kerak. Va bizning temir fermamiz bitdi. Oxirida yana bir kichik ish bor. Belgirak bilan atrofini urib chiqishimiz kerak. Meni fermam boshida ishlamadi. To'g'rirog'i chalaroq ishladi. Ya'ni golemlar men qurgan chuqurda emas, boshqa joylarda spam bo'layotgan edi. Buning sababi esa men qurgan ferma atrofida juda ham ko'p chuqurlar bor ekan. Golemlar shu chuqurlarda spam bo'layotgan edi. Shuning uchun ham men chuqurlarni barchasini toshlar bilan berkitib chiqdim. Mana men barcha chuqurlarni berkitdim. Endi shunchaki kutamiz. Ajoyib. Fermamiz endi to'g'ri ishlashni boshladi. Qanchadir vaqtdan keyin bu ferma 59 ta temir ishlabdi. Xo'sh, endi menda cheksiz temir bor ekan, mana bu qishloqi bilan savdolashsak ham bo'ladi. Bu qishloqi va nihoyat menga kerakli narsalarni sota boshladi. Endi bu yoqga shunchaki qishloqlar bilan savdolashib kuchayamiz. Va nihoyat men o'zimga kerakli barcha narsani qishloqlardan sotib ola oldim. Ular bilan savdolashish bu darajada qiyin bo'ladi deb o'ylamagandim. Hozir sizlarga men savdolashgan qishloqlarni ko'rsataman. Ularning barchasini ish stollari bilan shu yerga qamadim. Xuddi mana shu qishloqida men aslahalarimni sotib oldim. Bu yaramasni zombiga aylantirib davolashga to'g'ri keldi, chunki u menga juda ham qimmatga sotayotgandi. Xo'sh, endi topshiriqni bajarishga ketsak ham bo'ladi. Eslatib o'taman, biz qilishimiz kerak bo'lgan topshiriq bu viza skeletni boshini olish. Yaxshiyamki bu qizil qal'aga birinchi marta borishim emas. Koordinatalarini bilaman. Mana men qal'aga ham yetib keldim. Endi shunchaki viza skeletlarni qirishni boshlaymiz. Naq 1,5 soatlik izlanishlardan so'ng bosh tushdi. Minecraft juda ham qotayotganligi sababli men videoga olishni o'chirib qo'ygandim. Va nihoyat endi bu bosh bizda. Topshiriq bajarildi. Endi siz keyingi topshiriqqa e'tibor bering. Nether yulduziga ega bo'lish. Kim bilmasa, Nether yulduzi Wizerni o'ldirgandan keyingina tushadi. Wizerni chaqirish uchun esa 3 ta Wizer skeletning boshi kerak bo'ladi. Minecraft meni ustimdan aniq kulyapti. Men esa atiga bitta boshni tushirish uchun soatlab umrimni sarfladim. Mayli, nima ham derdik, endi ishga kirishamiz. Men nihoyat 3 ta boshni ham to'pladim. Hozir esa uyga qaytyapman. Xo'sh, menda 3 ta bosh ham bor. Endi Wizer bilan jang qilish uchun shunchaki aslahalarni kuchaytirsak bo'ldi. Buning uchun esa men qishloqlardan o'zimga kerakli sehrlarni sotib olaman. Undan oldin yana bir narsani aytib o'tay. Bu olamda yashayotganimizga naq 141 kun bo'libdi. Shuncha kundan beri men bu yerda topshiriqlarni bajaryapman. Men jangga tayyorman. Anchagina kuchayib oldim. Mana mening aslahalarim. Unchalik kuchli bo'lmasa ham Wizer bilan jangga yetadi. Men Wizer bilan Netherda jang qilaman. Chunki bizning olamimiz kichik va u yerda baza bor. Men yetarlicha pastga tushib, uzun tunnel qazidim va xuddi shu yerga endi Wizerni chaqiramiz. Hozir shu so'nggi boshni qo'yishim bilan jang boshlanadi va men uni qo'ydim qochyapman, chunki hozir zaryadlanib bo'lgandan so'ng u portlaydi.
Jang boshlandi. La'nati hammayoqni portlatib tashyapti. Yaxshiyamki menda kamon bor. Unga kamon bilan zarba beramiz. O'qlarim tugagani yomon bo'ldi. Endi unga qilichda zarba berish kerak. Yaqinroq boramiz. U yaxshi, joni yarim qoldi. Solish kerak. Yaxshi, mana shu yerda yashirinib turamiz hozircha. Hozircha yashirinib turganimiz ma'qul. Voy, la'nati orqamda sen. Qo'l, bu uch boshli to'nkani ozginagina joni qoldi. La'nati asta-sekinlik bilan borib solamiz va yana bir marta ajoyib. Bu uch boshli suyakni biz yuta oldik va undan Nether yulduzi tushdi. Uni tezda olamiz va topshiriqni bajaramiz. Qoyil, bu topshiriqni ham bajardik. To'g'ri, bu g'alabamiz ham yo'qotishlarsiz bo'lmadi. Ya'ni men bir necha marotaba o'lib ketdim. Nima bo'lgan taqdirda ham biz yutdik. Endi uyga qaytamiz. Bizda keyingi topshiriq Nezilit qilichga ega bo'lish. Nezerni bomballatish vaqti keldi. Qo'limdagi shu olmos qilichni bugun biz Nezilit qilichga aylantiramiz. Kim bilmasa, yotoqlar Nezerda portlaydi. Shuning uchun qo'ylardan jun olamiz. Nezerni yotoqda portlatish esa bizga qadimgi qoldiqni topishga kerak bo'ladi. Qadimgi qoldiqni pechkada eritib buni oltin bilan birlashtiradigan bo'lsak, Nezilit quymasi paydo bo'ladi. Shu Nezilit quymasini temirchi stol yordamida olmos qilich bilan birlashtiradigan bo'lsak, bizda Nezilit qilich paydo bo'ladi. Ha, endi bilmaganlar uchun aytdim. Yana bir necha soat tayyorlanishlardan so'ng mana men nimalarga erishdim. Bu yotoqlarni barchasini portlatamiz. Undan oldin esa qadimgi qoldiq ko'p uchraydigan balandlikka tushib olishimiz kerak. Kerakli balandlikka tushgach, uzun tunnel qazidim. Menimcha shu yetsa kerak deya birinchi yotoqni portlatishga qo'ydim. Birinchisida chiqmadi, ikkinchisida yonib ketib bo'lsa ham yana bir yotoqni portlatdim. Uchinchi yotoqni portlatganimda esa menga qadimgi qoldiq chiqdi. Hali hech qancha portlatganim yo'q, atigi uchinchisidayoq chiqdi. Boshqa yo'qmikan deya atrofini qaziyotganimda hech qanaqa cheatlarsiz, tasodifan o'z omadim bilan yana bittasini topdim. Keyin shu tarzda yana davom etdim. Keyin bir payt yotoqni qo'yib portlatishga orqaga qaytganimda, shu yerda yonginamda yana bir qoldiq bor ekan. Qanaqasiga qazib kelayotib men buni ko'rmadim. Ha, bugun meni anchagina omadim kelyapti. Mana hozir men oxirgi yotoqni portlatishga qo'ydim va ko'rib turganingizdek men 12 ta qadimgi qoldiq topdim. Barcha yotoqlarni portlatdim. Buni ham portlatamiz, o'ylaymanki yonib ketmayman. La'nati, baribir yondim. Xo'sh, oxirgi yotoqdan faqatgina bitta chiqdi. Aldadim, ikkita ekan. La'nati, ortga qaytib kelgunimcha kirkamni ham yo'qotdim. Nihoyat uyga ham keldik. Endi esa tezda mana bularni eritishga qo'yish kerak. Xo'sh, Nezilit quymasini yasaymiz. Endi temirchi stoli yordamida olmos qilichimizni Nezilit qilichga aylantiramiz va topshiriq bajarildi. Ajoyib, buni qo'lda turishini qarang. Bizda keyingi topshiriq chestplate yasash. Ya'ni aslaha. Umuman olganda men bu topshiriqni hozirning o'zida bajara olaman. Chunki barcha kerakli narsalar menda bor. Oldiniga olmosdan chestplate yasaymiz va uni Nezilit quyma bilan birlashtiramiz. Ajoyib, bu topshiriq ham bajarildi. Hozir men buni kiyaman, kiyishim bilan siz like bosasiz. Xo'sh, bosdinglarmi? Endi keyingi topshiriqni bajarishga kirishsak ham bo'ladi. Bu topshiriqni bajarishimizda bizga faqatgina ender marvarid yetishmayapti. Hozir esa men shuni olishga ketyapman. Mana menga kerak bo'ladigan narsalar. Shunday ekan, olg'a. Endi faqatgina endermenlar ko'p paydo bo'ladigan ko'k buyomni topishimiz kerak. Biroz yurgandan keyin bastion topdim. Kiraymi yoki yo'q deya ko'p o'ylandim va kirishga qaror qildim. Ichkari deyarli xavfsiz edi. Ha, deyarli. Lekin mening aslahalarimda bular bilan jang qilish unchalik qo'rqinchli emas. Boshlanishiga 2 ta oltin blok topdim. Ichkarilarni ham biroz aylanib sandiq topdim. Sandiqning ichida esa menga ayni kerakli olmos kirka bor ekan. Ayni paytda men u yerga tushishim kerak, chunki u yerda oltin bloklar va sandiqlar bor. Xo'sh, u yerga tushish ancha qiyin bo'ladi shekilli. Chunki bu yerda mana bu asab buzar magma kublar juda ham ko'p ekan. Xo'sh, menda ajoyib bir reja bor. Hozir o'zimga ko'pgina bloklarni olaman-da pastga tushib, tezda o'zimni bloklar bilan o'rab tashlayman. Muhimi bu ishni tezlik bilan qilish kerak, yo'qsa birgina xato va mana bular meni lavaga itarib yuboradi. Yaxshi, so'nggisi,
Ulgurdim. Endi shunchaki bu yerdagi narsalarni olib ketamiz. Sandiq esa kutganimdan-da ajoyib chiqdi. Bu yerda yana bitta sandiq bor ekan. Uning ichida ham ahvollari yaxshi. Endi tezda oltin bloklarni olamiz va bu yerdan suramiz. Men bastiondan chiqdim va mana olgan narsalarim. Kirganimga afsuslanmadim. Endi maqsadimizdan uzoqlashmasdan davom etamiz. Yana biroz yurgandan keyin ko'k buyum topolmasdan cho'chqalar bilan savdolashdim. Bu yaramas ham marvariddan boshqa hamma narsani berdi. Yana ozroq izlanishlardan so'ng men bu la'nati biyomni topa oldim. Endi faqat endermenchalarni qiramiz. Bir nechta endermenlarni parokanda qilgandan keyin uyga qaytdim. 11 ta marvarid yetib qolsa kerak. Bunday deganimning sababi esa biz hali Ender Dragon yoniga ham boramiz. Shu sababli portalga ham ishlatamiz. Endi birgina ish, topshiriqni bajarish qoldi. Buning uchun olovli tayoqchalarni olamiz va Ender marvarid bilan birlashtiramiz. Topshiriq bajarildi. Bizda bitta emas, ikkita topshiriq bajarildi. Ajoyib. Buni qarang, narsalar ko'pligidan men sandiqlarni ham ko'paytirdim. Sandiqli devor bo'ldi. Shunday bo'lishini bilgandim. Bizda keyingi topshiriq ajdarni o'ldirish. Mening bu aslaha va qurollarim ajdarni o'ldirishga yetmaydi. Shu sababli ularni kuchaytirish kerak. Shunday ekan tezda bordimda qishloqlardan aslahalar sotib oldim. Chunki o'zimning aslahalarim sinay deb qoldi. Endi esa bularni nezilitgacha kuchaytiramiz. Xo'sh, nezilit aslahaga ega bo'ldik. Endi ularni yaxshiroq sehrlarga sehrlash kerak. Buning uchun menda barcha kerakli sehrlar bor, ammo daraja yo'q. Shuning uchun esa men qishloqlarga tayoqchalar sotib daraja olmoqchiman. Siz zerikmasligingiz uchun esa men shunchaki buni chiroyli montaj qilib kesib yuboraman. Mana tayoqchalar, endi ularni sotamiz. Mana men ajdar bilan jangga tayyorman. Aslahalar va qurollarni ko'rishingiz mumkin, kerakli sehrlarga sehrlangan. Yana bir kichik foydali narsa esdan chiqibdi. Oltin olma. Endi mutlaqo tayyorman. Anchagina topshiriqlarni bajarib tashlabmiz. Portal ham ochilibdi. So'nggisini ham qo'yamiz. Portal aktivlashdi. Endi shunchaki portalga sakraymiz. Ana shuncha tayyorgarlik qilib, blok olishni esdan chiqaribman. La'nati. Endi shu yerdan blok olamiz. Birinchi navbatda bu kalta kesakni kristallarni sindirish kerak. Bittasi tayyor. Endi qolganlarini sindiramiz. Kristallar tugadi. Endi navbat ajdarga. Suvni quyamiz va pastga sakraymiz. Yaxshi, ajdar keldi, unga zarba beramiz. Namuncha ovozing baland, sen yaramasni, tezroq o'la qol. Qilichim yaxshigina jonini olyapti. La'nata qochib ketdi. Yaxshi, biz ham chetroqqa o'tib turamiz. Bu ahmoq shunchaki ustimga tupurib yuboryapti. Bir joyda turib ham bo'lmaydi. Yaxshi, u keldi, yoyamiz. Oltin olmani g'ajib oramizda kamon bilan yoyamiz bu yaramasni. Tezda boramizda oxirgi zarbalarni beramiz. Ajoyib. Ajdarni ham yengdik, topshiriqni ham bajardik. Shunchaki bu sahnani jimgina kuzatish kerak. Nima? Shu so'nggi topshiriqmidi? Buni qarang, ajdarni o'ldirgandan keyin menga boshqa topshiriq berilmadi. Mayli, darajalarni to'plab portalga sakraymiz. Uyga qaytib birinchi e'tibor bergan narsam olamimizdagi to'siq yo'qolibdi. Ha azizlar, biz buni uddaladik. Bu olamdagi barcha topshiriqlarni bajardik va bu yerdagi to'siqni yo'qota oldik. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga ham obuna bo'ling. Bu 3-chi va yakuniy qism edi. Sizlar bilan Xerox bo'ldi. Xayr.